Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Sog' salomat yuribsizlarmi? Mana biz uyda ichiga kirdik ishga. To'rpoqni olib chiqish jarayonlari boshlanyapti. Har bitta xonani to'rpog'ini olib chiqamiz, bir lapatkada tepib stejga qilish uchun. Stejkasi bo'lgandan keyin shkaturka ishlari boshlanadi. Sizlarga bir uyda ichida damoqat qo'yilishini ko'rsatib o'taman. Bu uyga yo'q ekan. Boshqa xonalarga qo'yilgan. O'shani ko'rsatib o'taman azizlar. O'zbekistonga ham shunaqa qilsa bo'ladi devorlar arasidan. Ko'p kishiga maslahat bergandim, hech kim ishonmagan edi. Mana bu yerga bor ekan bu xonamizga mana. Ko'rsatib o'tamiz hozir yaqinlashtirib. Mana teshik tomga qarab ketgan. Sirkulyatsiya bo'ladi. Yozgi kuniga yaxtakkina bo'ladi bu. Shu yerga bitta nimacha qo'yib qo'yiladi, setka. Boshqa xonalarga ham bor buni. Hozir ko'rsatib o'taman. Ishlarimiz endi avjida bo'ladi. 2 kamas qumni ilab oldik. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana bu banyaning ichiga ham bor. Bu narsa yo'qda teshib, shkaturka qilguncha teshib setka qo'yib ketiladi. Tomga chiqib ketgan. Xonaning ichida hid qolmaydi. Mana bu xonaga ham qo'yilgan shu narsa. Ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana bu yerga qo'yilgan mana. Devorning arasiga qo'yiladi bu. Chiqib ham turmaydi, ichkariga kirib turadi. Turbani qo'yib, keyin setka qo'yiladi shu yerga. Chiqib ketadi havo. Yozgi kuniga yaxtakkina bo'ladi, qishga issiqqina bo'ladi. Teshiklar ko'p qo'yilmaydi. Bu xonalarga ham bo'lsa kerak, menimcha. O'ylab. G'ishti o'zidan qo'yilgan. İçiga bor ekan. O'shani ham teshigi damoqat bu. Havoni ichida sirkulyatsiya qilish uchun mana bu yerda ham ikkita qo'yilgan mana. Ikkiga bo'linadi bu xona. Ikkita teshik qo'yilgan. Yozda yaxtakkina bo'ladi. Ventilyator, konditsioner degan narsa kerak bo'lmaydi azizlar. Mana bu xonaga ham bitta qo'yilgan ekan mana. Nasib bo'lsa Xudo xolasa bu shkaturkalarni qilamiz. Atves tashlash jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga, qanaqa tashlanadi. Atves tashlagandan keyin mayakdek chiqadi deyapti ustalarimiz. Qanaqa tashlashlarini ish jarayonida ko'rsatib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' salomat bo'ling azizlar. Hammani topganiga Alloh barakatlarni bersin. Sog' salomat bo'linglar.